Ro'za tutganda bosh og'rib, diqqat yo'qolyaptimi? Demak, siz 3 ta muhim qoidani buzyapsiz. Nima? Ro'zada miya charchab qolmasligi uchun 3 muhim qoida. Birinchi qoida suv. Iftor va saharlik orasida kamida 1,5-2 litr suv ichilmasa, miya suvsizlanadi va tez charchaydi. Ikkinchi qoida, saharlikni o'tkazib yubormaslik. Xurmo yeyish kerak. Ko'pchilik shu narsaga e'tibor bermaydi. Oqsil va murakkab uglevodlar bo'lmagan saharlik miya uchun energiya yetishmovchiligini keltirib chiqaradi. Uchinchi qoida, uyquni qisqartirmaslik. Ro'zada kech yotib 3-4 soat uxlasangiz, asab tizimi haddan tashqari zo'riqadi. Kofe, kuchli choy va shirinliklar vaqtincha yengillik beradi, lekin keyin bosh og'rig'ini kuchaytiradi. Saharlik va iftorlikda ko'p yeb olish kerak degan fikr xato. Ro'za miyani charchatish emas, uni to'g'ri boshqarish. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bu videoni ro'zador yaqinlarimizga yuborib qo'yamiz. Ramazon muborak!